Ishtixon tumanida uzoq yillar Sharof Rashidov nomi bilan atalgan jamoat xo'jaligida turibmiz. Shu xo'jalikning uzoq yillik boshqaruv raisi, Dongdor qishloq xo'jalik xodimi Ismoil aka Omonov bilan suhbatlashyapmiz. Ismoil aka, shu rahmatli Sharof Rashidov bilan bog'liq xotiralaringizni aytib bersangiz. Ulug' davlat arbobi Sharof Rashidov ulug' vatan urushining qatnashchisi bo'lgan, urushdan keyingi vaqtlarda Samarqand viloyat oblast gazetasini bosh muharriri bo'lib ishlagan vaqtlarda bizni mana shu yurtimizga kelib, shu yerdagi xalq bilan uchrashgan, ular bilan suhbatlashgan, muloqotda bo'lgan, bizni ota-bobolarimiz bilan birgalikda shu yerda uchrashib, o'zini fikrlarini va maslahatlarini bergan. Xususan mana shu To'lqinboy dadasi bilan ham uchrashib, mana shu To'lqinboyni To'lqin deb nomini qo'yishda ham albatta mana shu Qudratli To'lqin romanini yangidan chiqqan vaqtlaringiz To'lqin dunyoga kelganda To'lqinjonning ismini shu romanga asoslab qo'yganini biz eshitganmiz. Sharof Rashidov nomini mustaqillik boshlangandan keyin 2-yilida 92-yilda nomini shu kolxozga xalqning talabi bilan umumiy yig'ilish qarori bilan biz tuman hokimidan iltimos qilib qo'ydirganmiz. To'raqul aka Yo'ldoshev degan bizni tuman hokimi edi, rahmatli. U kishining ijozatlarini olib, xalqning talabi bilan Sharof Rashidovning nomini qo'ygandan keyin mana shu haykalni buyurishini qo'ydik kolxozga. Shundan beri mana shu yerda butun xalqimiz mana shuni odoblab ziyorat qilib turadi hozir ham. Sharof Rashidov ulug' inson edi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yurtimiz uchun, vatanimiz uchun, xalqimiz uchun fidokorona ko'p mehnatlar qilgan. Haykalni qo'yishda shu mana yulduzlarni qo'ydirmayman degan edi. Haykaltaroshlar ular anchalik bo'lgan, u kishi mehnat qilgan. Mana shu yulduzlarni qo'yasan deb haykaltaroshlarga talab qo'yganmiz. Qarang. Shunday bo'lgan vaqtlar ham bo'lgan, hattoki qo'ymaymiz ham deb. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin u kishini. U kishi nomini qo'ygandan keyin kolxozimiz gurkirab ketdi. Ruhlari qo'lladi, xalq mehnat qilib juda yuqori o'rinlarni egalladik. Xo'jaligimiz juda ravnaq topdi. Juda katta mukofotlar, juda o'rinlarni egalladik. Viloyatda, tumanda. Katta rahmat mana shu e'tibor uchun. Rahmat. Endi albatta bu insonni mana shu byusti atrofida shuni ko'rib ulg'ayotgan yoshlar orasidan iloyim Sharof Rashidovdek xalqparvar, millatparvar, ziyolilar, jurnalistlar, adiblar, davlat va jamoat arboblari yetishib chiqishlariga tilakdoshmiz. Rahmat. Katta rahmat sizga, rais. Salomat bo'ling. Rahmat.